Yaqında Avstraliyadagi Mercatornet nomli tor betida mazkur tor betining tadqiqotchisi William Huangning Uyg'ur nopisining yaqinqi 3 yillik taraqqiyotiga doir bir dokladni e'lon qildi. Dokladda Uyg'ur nopisining yaqinqi 3 yilda odamni cho'chitgidek darajada azayganligi, lekin dunyoning rayonidagi bu xil demografik qirg'inchilikqa sal qarg'anligi ta'kidlangan. Dokladda qayd qilinishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayoni 2017-yildan burun Xitoydagi tug'ilish nisbati eng yuqori rayon bo'lsa-mu, lekin 2017-yildan boshlab 1 yil ichida mazkur rayonda Xitoydagi bolalarning tug'ilish nisbati eng tuvan rayonga aylangan. 2017-yili rayonda 330 mingdan 345 minggacha bola tug'ilgan bo'lib, 2019-yili bo'lsa 205 mingga tushgan. Bunun bilan 2019-yili rayondagi sap tug'ilish nisbati har 1000 odamga 14,8 to'g'ri kelib, Uyg'ur diyori Xitoydagi tug'ilish nisbati eng oz rayonlarning biriga aylangan. Chet el mutaxassislarining ta'kidlashicha, Uyg'ur nopisining shiddatli ozayishida lager va planliq tug'ut kontrolligi negizlik rol o'ynagan. Germaniyalik Uyg'urshunos Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Adrian Zenz mundaq dedi. Atalmış Şinjandagi Uyg'urlarga nisbatan bu nihoyatda benormal ahvol. Meningcha bu asosliq ikki omilga bog'lanishlik bo'lishi mumkin. Bir tarafdan bu lagerlarga bog'lanishlik, yana bir tarafdan bu boshqa omillarga bog'lanishlik bo'lishi, masalan, planliq tug'ut kontrolligi degandek omillarga bog'lanishlik bo'lishi mumkin. Ammo buningda lagerlarning ehtimolligi cho'ng. Xabar qilinishicha, Maltaning Yevropa ittifoqining markazi Bruseldagi doimlik vakil binosida Xitoyning jasuslik faoliyati uchun ishlatiladigan texnik qurollar borligi o'tirg'a qo'yilgan. Fransiyaning Le Monde gazetining xabariga qaraganda, Belgiya istixboroti Yevropa ittifoqining doimiy vakillar binosida Xitoyning Yevropa ittifoqi organlariga jasuslik qilish uchun qurgan bir qism texnik qurollarning bo'lishidan ansirgan. Xabar qilinishicha, bu bino 2007-yili xizmatga tushirilgan bo'lib, bu andisha uningdan burungi binoni yanglab silish ishlari bilan munosabatli ekan. Ayni vaqtda doimiy elchilik 300 ming dollarlik hamkorlik kelishimi asosida yog'ochdan yasalgan jihozlar va ishxona ashyolarini Xitoydan Bruselga keltirgan. Fransiya gazetining xabariga qaraganda, Belgiya amaldorlari 2010-yil atrofida Xitoyning jasuslik qilganligidan gumonlangan tunji uchurni topshirib olgan. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Amerikaning yangi tipli Wuhan virusi sababli Xitoyni ayblash orqali jazo yurgizishning to'g'ri emasligini aytdi. Lavrov RBG gazeti va televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, Amerika Kengash palatasining Wuhan virusi yuqumiga qarshi turishda hamkorlashmaganligi uchun Xitoyga jazo yurish huquqi berilgan loyihaga baho berdi. Lavrov virusning paydo bo'lishidagi konkret sabab va nima uchun odamdan boshqalarga tarqalish jarayonining boshlanganligini tushunishning lozimligini tilga olib, bularning hammasining virusga qarshi turish dorisini taraq qildirishda oshqush ekanligini aytdi. Lekin Lavrov virusni Xitoy keltirib chiqargan deb qarash va bu sababli bu davlatga embargo yurgizish to'g'ri emas dedi. Amerika Xitoy telegraf shirkati Huawei'ga yangi cheklamalarni e'lon qilib, yerim o'tkazgich o'zak bilan ta'minlashni texnik qattiq chekladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo buning Xitoyning Amerika texnikasidan foydalanib ketishining oldini olish muhim ekanligini ta'kidladi. Bu Amerika Savdo ministrligining 2019-yili 5-oyda Huawei'ni qora tizimlikka kirgizganligini, lekin Xitoy shirkatining Amerika texnikasini asos qilgan yerim o'tkazgich o'zak setib olishni davomlashtirganligini aytdi. Amerika Sanoat va bexatarlik ministrligi 15-chesla yangi belgilama e'lon qilib, ishlab chiqaruvchilarning Huawei'ga Amerika texnikasi yoki loyihasi qo'llanilgan yerim o'tkazgich o'zak eksport qilganda, cho'qim Amerika hukumatidan eksport ijozatnomasi olishi talab qilindi. Amerika sirtida ishlab chiqarish elib berilgan zavodlarmi bu cheklamaga uchraydi. Facebook Xitoy telegraf shirkati bilan birlashib, Afrikaning internet ul aslahalarini barpo qilganligini e'lon qildi.
Facebook e'lon qilgan bayonotida ularning Xitoy ko'chma xabarlash shirkati, Misr va Janubiy Afrika qatorliq davlatlarning telegraf shirkatlari bilan hamkorlashib, Afrika ishki to'ri doirasida Afrika atrofidagi dengiz ostida taxminan 37 ming kilometr internet kabeli o'rnatilganligi bildirildi. 2024-yilga borganda tamomlanadiganligi mo'ljallangan tadqiqot doirasida Afrika qit'asidagi 16 davlatda 21 chiqish eg'izi o'rnatilganligi, bu davlatlardagi mulozimat bilan ta'minlaguvchilarning bexatarlik sonliq ma'lumot markazi yoki ochiq simliq tor punkti uchun odil va barobar asosda iqtidorga erishadiganligi ko'rsatildi.